Assalomu alaykum savatdoshlar. Bugungi yangi darsimizga xush keldinglar. Bugungi inglizcha grammatik darsimizning temasi oddiy hozirgi zaman. Ya'ni inglizcha present simple tense. Present simple tense. Bu darsimizda biz ingliz tilidagi grammatik zamonlarininki eng asosiy bo'lgan va boshlang'ich darsi bo'lgan oddiy hozirgi zamonninki normaldagi ishlatilish usuli va grammatikalik qoidalarini so'zlab o'tamiz savatdoshlar. Oddiy hozirgi zaman deganimiz qanday qiyalda ishlatamiz degan vaqtimizda o'zining ma'nosini chiqib turyapti-da. Nima deyapti? Oddiy hozirgi zaman deyapti. Ya'ni oddiy bo'lgan hozirgi zaman, hozir bo'lgan, hozirgi mushu gapni degan, shu jumlani tuzgan, shu vaqtning o'zida bo'layotgan bir ish harakatini qanday ifodalaymiz demakchi. Masalan, bir jumla tuzib boqaylik shundaqmi? I am at school. Nima dedik? Men maktabda, shundaqmi? I am at school. Shu jumlani degan vaqtida I am at school. Nima dedi? Men maktabda dedi. Ya'ni mushu jumlani deyotgan vaqtida buni biz bir vaqt o'xshatsak hozirgi buni shu yerni biz hozir deb ifodalasak agarda, ya'ni hozir shundaqmi? Hozir desak, dal shu javobni qilayotgan, shu gapni qilayotgan, jumlani tuzayotgan vaqtning dal o'zidagi shu harakatni ifodalab beradi. I am at school. Men qandaq maktabda. Qachon? Dal hozir. Mana shu gapni qilayotgan vaqtning dal o'zida. Agar men sinfda desak nima deymiz? I am in the classroom. Men sinfda. Ya'ni shu jumlani deyotgan mezgilimizda biz qayerda? Biz dal sinfda bo'lganligimizdan iborat qarshi tarafga bir ma'no bergan bo'ldik. Nima ekanligimizdan iborat dal shu vaqtninki o'zida. Yana misol deb baqala, it is dark outside. Nima dedik? Sirt qorong'u dedik shunda, ammo sirt qorong'u. Dal mushu jumla degan vaqtimizda qandaq sirtninki qorong'u ekanligini ifodalab bergan bo'ldik. Bu birinchi oddiy hozirgi zamondagi ishlatishga birinchi ishlatilish o'rni. Ikkinchisi qaraydigan bo'lsak, bundan boshqa qandaq yerlarda ishlatamiz degan vaqtimizda biroz yana ma'nosi yana kengri bo'lgan. Ya'ni hozirning dal o'zida bo'lgandan sirt qanda biroz ma'nosi kengir bo'lgan ba'zan bizningki jumla ishlatadigan yerlarimiz bor. Masalan, bir jumla deb baqsak, our school is really big. Nima dedik? Bizning maktabimiz haqiqatan qandaq cho'ng, yo'g'on dedik, shundaqmi? Bizning maktabimiz haqiqatan cho'ng. Bu yerdagi qarash taraf bergan ma'nosi nima? Ya'ni hozir maktabning cho'ng ekanligi. Yana buning bilan qo'shilib, yana faqatlanmi, yana hozir mushu gapni degan vaqtning o'zlam emas, maktabninki normaldimi, ya'ni shundaqmi? Normaldimi? Cho'ng ekanligidan iborat shundaq bir ma'nolarni beradi. Masalan, buni hozir mushu vaqtning o'zida biz dedik desak, maktab burunmi shundaq cho'ng, ya'ni bundan keyin cho'ng degandek bir oz, ya'ni hozirqidanmi biroz kengri bo'lgan ma'nolarni. Ya'ni shuningga o'xshagan bir odamning xarakteri yoki bir odamning normaldagi xuy payli degandek nima biz odatda oddiy hozirgi zamon bilan ifodalaymiz. Masalan, I like book. Nima dedik? Men kitobni yaxshi ko'raman. Men o'zimningki normal bo'lgan bir xarakterimni, tabiatimni, ahvolimni deb bergan bo'ldim. Mening qandaq bir kitobni yaxshi ko'radiganligimdan iborat bir xuyimni, mijozimni ta'kidlagan bo'ldik. Ya'ni men kitobni yaxshi ko'raman degan vaqtimda dal shu vaqtida emas, undan biroz kengroq bo'lgan doirani o'z ichiga oladi. Normaldagi bir odamningki ya'ni dal shu vaqt emas, ya'ni undan biroz ilgari keyinlikimi bo'lgan bir umumiy biroz doirasi kengroq bo'lgan shundaq jumlalardan biz qanday oddiy hozirgi zamonda ishlatamiz. Undan boshqa yana qandaq yerda ishlatamiz degan vaqtimizda dunyoning yoritilishidagi o'zgarmas ba'zan bir qonuniyatlarimiz bo'ladi. Shundaq yerlarda qanday biz oddiy hozirgi zamon bilan jumla tuzamiz. Masalan, qandaq kun bilan tunninki qandaq bu 24 soatda qandaq aylanib turishi, bir shahar bilan bir shaharning bo'lgan qandaq oraliqi, davlat bilan davlatlarningki oraliqi, bir shaharningki janubda bo'lishi, bir shaharningki sharqda bo'lishi degandek bu ya'ni o'zgarmas ba'zi qonuniyatlar. Bu planetlarningki qandaq o'zaro o'z o'qlarida va atroflarida qandaq aylanib turishlari. İnsanlarning desak ayol qilib yaratilishi shundaqmi? Ya'ni ba'zan o'zgartkili bo'lmaydigan jumlalarni biz qandaq yana oddiy hozirgi zamon bilan shundaq jumlalarni ifodalaymiz. Undan boshqa yana qandaq yerlarda ishlatamiz degan vaqtimizda yana qarallik takrorlangan harakatlarda qandaq biz yana bu oddiy zamonni ishlatib turib jumla tuzamiz. Mayli bu kundalik takrorlangan bir ish bo'lsin yoki qarallik oyda bir yoki yilda bir degandek davomlashib turadigan shundaq jumlalarni biz qandaq oddiy hozirgi zamonni tuzib jumlalarni tuzamiz. Masalan, bir jumla tuzsak, I go to the market every week. I go to the market every week. Nima dedik? Men har hafta do'konga boraman, har hafta magazinga boraman dedik. Ya'ni bu qarallik bir bo'lib turadigan bir ishlar. I get up at 6 o'clock every day. Nima dedik? Men har kuni soat 6 da o'rnimdan turaman dedik. Mushunga o'xshagan mayli kundalik bo'lsin, mayli yillik yoki 10 yilda bo'lamdi, haftalik bo'lamdi, ya'ni takrorlanib turadigan qarallik
holda bir takrorlangan shundaq harakatlarni biz qandaq yani oddiy hozirgi zamonda ifodalaymiz. Endi biz oddiy hozirgi zamondagi grammatikalik qurilmasiga qarab chiqaylik. Biz ingliz tilidagi eng oddiy bo'lgan jumla qurilmasiga qaraydigan bo'lsak, qandaq bo'ladi deganimizda subject, verb, object. Ega, fi'il, to'ldiruvchi xabar, vaqt va boshqalar. Birinchi o'rinda nima keladi ekan? Ega. Cho'qim jumlaningki inglizchadagi bir oddiy bo'lgan bir jumla qurilmasini deyotimiz, cho'qim birinchi o'rinda qandaq? Ega. Ikkinchi o'rinda-chi fi'il. Üçüncü o'rinda boshqalar. Ya'ni ega kelish kerak, egadan keyin nima? Fe'l kelish kerak. Mushu bo'yicha eng oddiy bo'lgan jumla qurilmasi bo'yicha qarab, biz hozirgi zamondagi grammatikalik qoidalarini so'zlab o'tmoqchi saboqdoshlar. Ya'ni bir oddiy hozirgi zamonda bo'lishliq jumla qandoq bo'ladi, savol jumla qandoq bo'ladi, buningki inkor jumlasi qandoq bo'ladi degandek. Qaraydigan bo'lsak, biz fe'ilni qanday qildik? O'z ichidan ikkiga bo'lib olgandik. Do fe'il va be fe'il. Agar biz shu degan jumlamizda bir ish harakat bo'lib qolsa, buni biz do fe'il bilan ifodalagan edik. Agar jumlamizda qanday bir ish harakat bo'lmasa, biz buni be fe'il bilan ifodalagan edik va be fe'ilninki shaxslarga qarata mos holdagi am, are, is dan iborat biz 3 ga bo'lib olgan edik. Bugungi darsimizda biz ya'ni harakatlik fe'il bo'lgan, ya'ni do fe'il bo'lgan qismini so'zlamaymiz. Faqat biz ya'ni harakatsiz deganimiz bu be fe'il ga aloqador bo'lgan shu qismini so'zlaymiz. Qaraydigan bo'lsak, biz hozir bu yerga shaxslarga yozdik. Ya'ni birinchi shaxs birlik, ikkinchi shaxs birlik, uchinchi shaxs birlik. Ya'ni bu shaxslar to'g'riliq uchuri ma'lumoti bo'lmagan saboqdoshlar uchun yana buni biz takrorlab qo'yamiz. Birinchi shaxs birlik deganimiz nima? Men. Ikkinchi shaxs birlik deganimiz-chi? Sen. Uchinchi shaxs birlik deganimiz-chi? U. Ko'plik qismi-chi? Birinchi shaxs ko'plik nima edi? Biz. Ikkinchi shaxs ko'plik sizlar. Uchinchi shaxs ko'plik-chi? Ular degan gap. Va biz buni inglizcha men, sen, u, biz, sizlar, ular deb bu bo'yicha yozdik. I, you, he, she, it, we, you, they. Shu he deganimiz nima? Er kishi qaratilgan u degan gapdir. She deganimiz-chi qiz ayollar qaratilgan, it deganimiz-chi narsa kerak qaratilgan itdi. Undaqda birinchi shaxs birlikdagi muvofiq bo'lgan be fe'il shakli nima? Am. Ikkinchi shaxs birlikning-chi are. Uchinchi shaxs birlikninki, ya'ni u deganga munosib holdagi be fe'il shaklimiz nima edi? Is. Eng oddiy bo'lgan ingliz tili grammatikininki jumla qurilmasi qanday ekan? Ega, fe'il. Ega keldi, shundaqmi? Fe'il keldi. Bu ikki shart hozirlangan bo'ldi. Endi uchinchi bir shart bilan bir jumla to'liqlaydi ekanmiz. Buning biz bir jumla deylik, shundaqmi? I am nima bo'lsin? Bu Uyghur. I am Uyghur. I am Uyghur. Nima dedik? Men Uyg'ur dedik. Ega keldi, fe'il keldi, to'ldiruvchisi mi keldi? I am Uyghur. Nima dedik? Men Uyg'ur. You are Uyghur. Sen nima? Uyg'ur. He yoki she is Uyghur. Nima? U Uyg'ur. It deganni ishlatishga bo'lamda? Bo'lmaydi. Nima uchun? It deganimizni biz narsa keraklarga ishlatdik. Qaraydigan bo'lsak, eng oddiy bo'lgan jumla shakli mushundan iborat. Ya'ni oddiy hozirgi zamonda fe'ilninki asli shakli keladi bu yerga. Ega keldi, shundaqmi? Ega keldi. Birinchi shart o'rin oldi, ikkinchi shart fe'il keldi, uchinchi shart dedimi? Xabarimi keldi. Oddiy bo'lgan jumla shaklimiz, ya'ni oddiy hozirgi zamonda dal mushu. I am Uyghur, you are Uyghur, he, she is Uyghur. Tushunishdik? Bu bir bayon jumla shakli. Agar men bir o'quvchi desam-chi, I am a student. I am a student. I am a student. Ega, fe'il, uning keyin to'ldiruvchi xabarlari. Endi keldik buningki ko'plik shakliga. Ko'plik shakliga. Ya'ni shaxslarning ko'plik shaklida we, you, they, biz, sizlar, ular deganninki umumiy bo'lgani, hammasininki umumiy bo'lgan be fe'il shakli are bo'ladi. Ya'ni bu birinchi shaxs birlik, ikkinchi shaxs birlik, uchinchi shaxs birlik deganimiz bu birlik shaxslarda, egalarda qanday ekan? Bu be fe'illar o'zgaraydi ekan, shundaqmi? Birinchi shaxsninki birlikninki am, ikkinchi shaxs birlikning are, uchinchi shaxs birlikning-chi is, shundaqmi? I am, you are, he, she, it is deb. Endi bu ko'plik shaklida-chi desak shaxslarninki hammasininki birlashtirib ham qanday we, you, they are. Ya'ni hammasininki bir lam be fe'il shakli are. O'xshashlam keladi. We are nima deylik biz? Uyghur. Biz Uyg'ur. You are Uyghur. Sizlar Uyg'ur. They are Uyghur. Qadaq ular Uyg'ur. Ega keldi, fe'il keldi, to'ldiruvchisi mi kelgan bo'ldi. Bir jumla oddiy bo'lgan, ya'ni hozirgi zamondagi bir jumla tuzilgan bo'ldi. Endi buningki savol shakli qanday bo'ladi desak saboqdoshlar, savol shakli intayin oddiy. Intayin oddiy, faqat fe'il bilan be fe'il bilan egisi almashtirib qo'yiladi.
Köplik şeklidimi şu? Yani be fiil bilen iga qandaq almashtirib qo'ysak, biz oddiy hozirgi zamonda savol so'ragan bo'lamiz. Masalan, I am Uyghur. Men Uyg'ur deb bir oddiy hozirgi zamonda jumla tuzgan bo'ldik. Buning savoli nima ekan? Am I Uyghur? Am I Uyghur? Men Uyg'urmi? Shundaqmi? O'zingiz so'radingiz. You are Uyghur. Bayan cümle. Sen Uyghur. Are you Uyghur? Nima dedik? Sen Uyg'urmi? He is Uyghur. Is he Uyghur? U Uyg'urmi? We are Uyghur. Biz qanday Uyg'ur. Endi buningki savoli-chi, are we Uyghur? Are we Uyghur? Biz Uyg'urmi degandek faqatlam qandaq ikkinchi o'rinda kelmoqchi bo'lgan fiilni birinchi o'rindagi igi bilan qandaq biz almashtirib qo'ysak, biz bayon jumlamiz qandaq savolga aylanib ketadi, savatdoshlar. Bu savol shakli. Endi uchinchisi nima deganimizda, uchinchi bo'lib so'zlamoqchi bo'lganimiz, buningki endi inkor shakli nima endi? Inkor emas deydigan bir shakli. Qarab baqsak, I am Uyghur. I am Uyghur. Men qandaq Uyg'ur. Bu bir bayon jumlasi shundaqmi? Oddiy hozirgi zamondagi. Buningki inkor shakli desak, qaraylar savatdoshlar. Fiil bilan, ya'ni nima? Be fiil bilan, nima bilan? Be fiil bilan to'ldiruvchining orasiga faqatlan bir tal nima? Not. Not deganimiz nima edi? Emas degan gapdi-ku. Not qo'yib qo'ysak, oddiy hozirgi zamondagi inkor jumlamiz tuzilgan bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, I am not Uyghur. Nima dedik? Men Uyg'ur emas. You are not Uyghur. He is not Uyghur. U Uyg'ur emas, sen Uyg'ur emas. We are not Uyghur. Biz qandaq Uyg'ur emas. You are not Uyghur, they are not Uyghur. Ular Uyg'ur emas degandek oddiy hozirgi zamondagi inkor jumla shakli bu bo'yicha bo'ladi, savatdoshlar. Endi-chi to'rtinchi qilib so'zlaydiganimiz nima degan vaqtimizda biz hozir oddiy hozirgi zamonning bayon jumla shaklidagi grammatikalik qoidasini o'rgangan bo'ldik. Ikkinchi qilib savol shaklini so'rashni o'rgangan bo'ldik. Ya'ni igi bilan be fiilning o'rnini faqat almashtirib qo'ysak, savol so'ragan bo'ladi ekanmiz shundami? I am Uyghur. Are you Uyghur? Sen Uyg'urmi degandek. Uchinchi qilib nima o'rgandik degan vaqtimizda savatdoshlar, inkor shaklini o'rgangan bo'ldik. Shundami? Inkor bayon. I am Uyghur desak nima? Men Uyg'ur. I am not Uyghur desak-chi, men Uyg'ur emas degandan iborat inkor shaklida, shundami? Va bu notning o'rni qayerda? Be fiil bilan to'ldiruvchininki o'tirisida degandik. Endi biz to'rtinchi qilib nima o'rganamiz degan vaqtimizda inkor so'roq shakli. Inkor so'roq shakli deganimiz nima degan vaqtimizda bizningki Uyg'urchadami bor. Masalan, sen Uyg'ur emasmi? Sen olim emasmi? Degandek, ba'zan bizninkimi bundaq savollarimiz bor, shundaqmi? Endi shu xildagi savol so'rash shaklini biz odatda inkor so'roq shakli deymiz. Buningki oddiy hozirgi zamondagi grammatikalik shakli qanday deganimizda savatdoshlar, ya'ni bu be fiil bilan notni qo'shib, ya'ni bu ikkisini qo'shib oldiga chiqib qo'yamiz. Ya'ni qaysi igining oldiga chiqib qo'ysak, biz inkor so'roq jumla qurgan bo'lamiz. Masalan, hozir men yozaylik. You are Uyghur. You are Uyghur. Bu nima? Bayon jumla, ya'ni oddiy hozirgi zamondagi bayon jumla. Sen Uyg'ur dedik. Sen Uyg'ur emas desak-chi, you are not Uyghur. Sen Uyg'ur emas. Endi-chi, buning savolini qanday so'raymiz deganimizda, dal bu be fiil va notni igining oldiga ochib qo'yamiz. Ya'ni bu ikkisininki o'rnini almashtirib qo'yamiz degan gap. Undaqda bu yerda nima jumla chiqdi? Are not you Uyghur deb savol belgisini qo'ygan bo'ldik. Are not you Uyghur? Odatda bu qisqartirilib qanda aren't you Uyghur deb aren't, ya'ni bu qisqartirilib ketadi. Ya'ni buningki inkor so'roq shakli mushu bo'yicha savatdoshlar grammatikalik shakli. Mushu bo'yicha boshqalarni turlab baqsaqmi bo'ladi? We are Uyghur. Biz Uyg'ur. Bu qanday bayon jumla? We are not Uyghur. Nima? Biz Uyg'ur emas. Are we Uyghur? Biz Uyg'urmi? Bu savol shakli. Undan keyinchi to'rtinchi qatimda biz so'zlagandek inkor so'roqchi are not we Uyghur. Be fiil va not igining oldiga chiqdi, iga ikkinchi o'rinda kelgan bo'ldi. Asosliq buningki oddiy hozirgi zamondagi grammatikalik shakllari mushu bo'yicha birinchi o'ringa igini kelamiz, ikkinchi o'ringa be fiilning munosib shaklini kelamiz, uchinchi o'ringa to'ldiruvchi va boshqa va hokazolarni qo'ysak oddiy bo'lgan bir jumlamiz tuziladi. Buningki be fiillik savol shakli deganimizda faqat qanday qildik? Be fiil bilan igini almashtirib qo'ygan bo'ldik. Inkor shaklida deganimizda be fiil bilan to'ldiruvchining o'tirisi qanday bir tal not qo'ydik, shundaqmi? Not.
Endi buningki inkar so'roq shaklida desak, bipil va notni qandaq igining oldiga chiqib qo'ygan bo'ldik. Shundaqmi? Oddiy hozirgi zamonninki bipillik grammatika qurilmalari yuqori so'zlab o'tganimizdek saboqdoshlar. Darsimiz sal uzrab qolgan bo'lsa-mu, tushunishli bo'ldi deb qarayman. Biz keyingi qatimliq darsimizda hozir biz bipillik qismini so'zlab o'tgan bo'ldik grammatikaninki, hamda harakatlik pil deganimiz bu do pil ishlatilgan grammatik qismini kelar qatimliq darsimizda so'zlab o'tamiz. Saboqdoshlarning darslarini yaxshi takror qilib, yaxshi o'zlashtirib, menga tilakdoshman. Kelar qatimliq darsimizda ko'rishguncha hammanglar Allohga emanet.